Assalomu alaykum, Uzfaktor jamoasi. Bugun biz Kadeshuvada joylashgan Madina milliy taomlari, ya'ni Madina Food milliy taomlari restoraniga tashrif buyurganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'r, o'zingiz yaxshiliklarmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Madina Food milliy taomlarini oshpazlaridan biri hisoblanadilar akamiz. Assalomu alaykum. Aka, endi ichkariga kirib, klientgacha bo'lgan holati, ya'ni bir ovqat tayyorlanishi va klientgacha yetib kelishi bo'lgan holatni tanishtirib o'tsangiz, sizdan so'rab qolamiz, aka. Ketdik bo'lmasam ichkarida tanishtiramiz. Aka, Madina Food milliy taomlari qachondan beri tashkil topgan? Ya'ni qanchadan beri mijozlarimizga xizmat ko'rsatib keladi aka? Madina Food milliy taomlari bizda 10 yildan beri odamlarga xizmat ko'rsatib kelamiz. Bizda 40 kishidan ortiq, 40 kishi atrofida ishlaydi. Madina Food oilasi 40 kishidan iborat. Ha? Bu restoranimizni umumiy sig'imi, ya'ni mijozlar qanchagacha qabul qila oladi o'z bag'riga aka? O'z bag'riga bir vaqtda 350 tagacha odam sig'dira oladi. Bir kunda 300 tadan 500 tagacha odam tashrif buyuradi xizmatdamiz. Endi hozir asosiy qismimiz, ya'ni videomiz asosiy qismi oshpazlarni o'zini uyidek his qilgan oshxona qismiga o'tamiz. Hozir o'zingiz aytib o'tganingizdek aka, birinchi etajda 32 ta stol mavjud, 30-32 ta stol mavjud. Ularda har bittasida 4 tadan stollarimiz. Bularga odam sig'dira oladi. 140 ta atrofida odam, 140 ta odam atrofida bemalol kelib mehmonlarimiz o'z bag'riga sig'dira oladi. Bu faqat birinchi etajimizda joylashgan, to'g'rimi? Ikkinchi etajimizda ham xuddi shunaqa stollarimiz va stollarimiz mavjud va banketskiy joylar ham bor ekan. Aka, men e'tibor qilyapman, kirib kelganimizdan har bitta stol ustida piyola, tarelka, qoshiq, vilkalar alohida bir did bilan ishlanganga o'xshab turibdi aka. Albatta. Bularga qanaqa sababdan bo'ladi aka? Har bitta stollar bir xil tarzda turganiga men hayron qolyapman, to'g'risi. Kelgan mehmonlarimizga qulaygarchilik sifatida qo'yilgan tartibli oshxona, tozalik, qulaygarchilik. Tozalik birinchi o'rin. Tozalik birinchi o'rinda albatta. Xo'p, endi oshxona tarafga o'tadigan bo'lsak, aka, boshlang salat, norinlarimiz ko'ryapman aka, mana soat obed qornim och qolib qoldim deb ko'rsatsangiz bemalol kirib ko'rsatasiz. Ketdik bo'lmasa birinchi oshxonadan ko'rsataman. Oshxonamizda endi kunni yaxshi boshlab olish uchun suyuqroq birinchi taomlardan, sho'rvalardan ko'rsataman. Keling. Birinchi ovqatimiz qaynatma sho'rva. 10 soat qaynaydi. Undan keyin ovqatga taqdim etishni boshlaymiz. Kechgacha 24 soat tinmasdan qaynaydi. Tayyor bo'lgungacha holat 10 soat. 10 soatda demak klientlarga berish boshlanadi. Haqiqiy qaynatma. Mazza qilib ichsangiz qoningiz qaynaydi, teringiz oqizadi. Qonni qizdirib, qozonkop, samarqanjiz. Endi ruschasiga aytganda baraninoshka, o'zbekchasiga qo'y oyog'i. Shunaqa taomlarimiz bor. Lekin hech qachon iste'mol qilib ko'rmagan ekanman bunaqasini. Ajoyib ko'rinadi menga. Bunisi adashmasam nima bo'lsa kerak? No'xat sho'rva. No'xat sho'rva, ko'za sho'rva ham bor. Natib bu yetadi. Ko'za sho'rva, no'xat sho'rva, Uyg'ur oshxonamiz deyman. Uyg'ur oshxonamiz. Uyg'ur oshxonamizda qo'rma lag'mon, suyuq lag'mon, uyg'urchasiga ganfan, sumboro, sokorolarimiz shu o'rtada joylashgan. Demak, ya'ni milliy taomlarimiz ham bor, milliy taomlarimiz. Uyg'ur taomlarimiz ham bor. Juda ham Uyg'ur taomlarini xohlaydigan mehmonlarimizga ham qulaygarchiliklar bor. Zo'r. Xo'p, bu tomonlarda ko'ryapmiz aka, halim ko'ryapmiz. Halim oxirgi qozonda kellik ko'rsataman. Halimimizni ko'ramiz, eng uzoq tayyorlanib turgan ovqat deyishyapti bizga. Qaynatma bitta ekan. Eng uzoq ovqat tayyorlanadigan ovqat deyishyapti. Necha soat qaynatadi? 10 soat? 24 soat. Ya'ni buni mamlaga beraveraymi hozircha chiroyli kadr. Ya'ni bu ovqatimiz
soat kechki payt 3-4 da qo'yishadi. Ertasi kuni ertalab, ya'ni kechki payt 24 soat o'tgandan keyin yoki 20 soat atrofida o'tgandan keyin klientlarga taqdim etishadi. Bu halim deb nomlanar ekan bu ovqatimiz. Bu qozon to'la bo'lsa kerak, bu obedga bormasdan tugab ketadi shekilli. To'la bo'ladi. Hozircha obedda qolgani bo'ladi. Obedgacha qolgani. Ertalab 9-8 da ochasizlar, obedgacha qolgani shu. Shunaqa. Bu 3-4 soat aralashtiriladi. Issig'imi qancha bu qozonimizni? Primerni. 250-200 atrofi bo'lsa kerak. Men o'zim aniqini bilmayman. 200-250 atrofidagi halimimiz klientlarga sotilib ketarkan qoyil. Hop. Aka keyin men Klorusda salatlarni ko'rdim, norinlarni ko'rdim. Ularni ham bitta ko'rsatib o'tsangiz. Yuring, men sizga salatda yangi taomlarni ko'rsataman. Aka hozir oshxona bilan tanishib chiqdik. Hozir e'tibor berib qarayapman. Salatlar alohida tema turibdi. Ovqatlar alohida tema turibdi. Ya'ni atdel bo'lingan. Aka, buni sababi nimada aka? Sababi jargonchada aytganda горячка. Ya'ni bu yoqda ovqatlarimiz issiq gradusda. Issiq temperaturasi baland bo'lgan holatda. Salatlarimiz xolodilnikda turgan bo'lishi kerak. Bir-biriga xalaqit beradi. Bir-biri bittasi sovuqda, bittasi issiqda tursa, o'z holatini yaxshi saqlaydi. Demak, sizlar har bitta narsani shunaqa o'ylagansizlarga, har bitta klientga har bitta o'zingizning mahsulotlaringiz sifatli etib borishda shunaqa qilib ajratgansizlar. Albatta. Zo'r, mana shu joyga like bosamiz. Podpiska bo'lishni unutmang shu xizmatlarimizga. Kelinglar salatni ko'rsataman. Kelinglar aka, mana bu atdel salat. Bu yoq tarafimiz norin. Bu yoq tarafda 5 barmoqlarimiz qilinadi. Salat chopalarimizdan Jongul opa. Assalomu alaykum. Ma'mur opa. Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamayapsizlar? Mavlud opa. Norin chopalarimiz. Assalomu alaykum. Hormanglar. Jongul opa o'zingizni firminniy akroshkangizdan bitta ta'mini ko'rgan. Muzdagina, hozir issiqqina garajkadan chiqib keldik. Muzdagina saqlab olishga. Hozir baho berasiz. Hozir mana biz uchun imindan firminniy akroshkalardan berishmoqchi. Rahmat. Hozir mazasini ko'ramiz. Issiq havoga bu juda ham zo'r ketadigan taom hisoblanar ekan. Juda ham zo'r. Rahmat, ta'miga maza qildik. Videodan keyin oxirigacha ichib qo'yamiz endi. Xo'p. Aka endi aytib o'tsangiz, hozir salatlarimiz bor ekan, mana hozir tayyorlashyapti apamiz. Jarayonimiz mana akroshkamiz jarayoni tayyorlanyapti. Mazali. Bu yerda hozir ko'ryapman. Hozir bu yerda ko'ryapman. Akroshkamizda nimalar bor? Mol go'shti asosan, qaynatilgan kartoshka, sveji bodring, qaynatilgan tuxum, anaqa o'zini masalliqlari bilan aralashtirib tayyorlanadi. Mazasini ko'rdingiz o'zingiz. Jami bu yerda Madina Food milliy taomlarining 35 xil salati imindan mana shu stoldan taqdim etiladi mijozlarimizga. Qoyil, bu apalarimizga respekt. Xo'p, ko'ryapman, norin atdelimiz bor ekan. Norinimiz shu yerda tayyor bo'ladi. Mol go'shtiga va ot go'shtiga. Mol va ot go'shtlari qo'shiladi norinlarimizga. Hozir ko'p joyda ko'rganman, norinlar juda ham yog'li bo'lib ketadi. Yo'q, ko'p joylarda. Bizda unaqasi yo'q. Hozir e'tibor qilyapman, chetdan qaraganda hamma yoq normal tarzda qo'shilishiga qoyil qolmay iloji yo'q. Chunki yog' bilsangiz odamga sal bir xil odamlarga yoqadi, bir xil odamlarga yoqmaydi. O'sha holat bo'yicha, ya'ni klient nima mijoz, nimani xohlasa, o'sha tarzda taqdim qilishadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, nima deydi? Prozrachность. Mana shu joyini kesib Shaffoflik. Shaffoflik deylik. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, shaffoflikni boshqatdan boshlaydi. Yo'q, boshda aytavering, kesilmaydi bizga. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, shaffoflikni saqlab qolish uchun boshqa kafelarda zakaz berasiz, zakazingizni tayyorini olib chiqib berishadi. Bizda tayyorlash jarayoni shu joydan tomosha qilib turib ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri gap. Men kirgandayoq e'tibor berdim. Nima deysiz? Garyachkada, ya'ni issiq ovqatlar, taomlar tayyorlanadigan joyda hammasi shaffoflik, ya'ni oynalar bilan to'silgan. Oshpaz nima tayyorlayapti, nimadan qo'shyapti, nimalar tortilyapti stollar, hammasi shaffoflik tarzda bemalol ko'rsatilar ekan. Men shu joyga respekt dedim.
eng asosi tayyorlanayotgan holati qanaqa jarayon ketyapti. Xuddi shunaqa, ya'ni juda ham zo'r. Bu klientlar uchun ham juda ham ma'qul. Xo'p, bu tomonda endi hozir ko'ryapmiz, somsalar ham bor ekan. Somsalarimiz, osh, shashlarimiz ko'chada joylashgan. ko'chada joylashgan. Bu yoqqa ham alohida bir nazar tashlab o'tib ketamiz. Shashlikka chiqamizmi? Shashlikka chiqamiz, siz shashlikka chiqamiz aka hozir. Bu yoqdami? Bo'ldi. Orqa tarafda sekretniy eshiklari bor ekan, o'sha tarafdan hozir chiqib ketadi. Islom aka, sizga ham rahmat. Shuncha hamma yoqni ko'rsatib, olib chiqib, ko'rsatib o'tdingiz. Endi o'zingizga o'tadigan bo'lsak, ya'ni shu sohaga, ya'ni oshxona sohasiga qanday kirib qolgansiz? Qanaqa yo'llarni bosib o'tgansiz? Bir podrobniy qilib tushuntirib bersangiz, o'zimizga ham qiziq, kamera ortidagilarga ham qiziq bo'ladi deb umiddaman aka. Oshxona sohasiga aslida biz oilaviy kayfiy yuritganmiz. 12 yil davomida o'zimiz kayfiyimiz bo'lgan. Keyin 2-3 yil atrofi safarda bo'lib qoldim. Shu safar bahona kayfiyimiz yopilishga majbur bo'lib qoldi. Ozgina bankrot ham bo'ladi. Biznes endi bir kun unaqa, bir kun bunaqa, shunaqa. Keyin aytdi ishladim, oxiri Madina Foodga keldim. O'zim haqiqatan ichimdagi fikrimni aytsam, Madina Food haqida bu yerda ko'rgan fayzimni hech qayerda ko'rmaganman. Rostdan aytaman. O'zimni oilamdek, qarindoshlarimdek mazza qilib yuraman, bemalol. Ya'ni bir oila bo'lib ketdi. Bir haqiqatan bir oila degan, ani bizani kollektiv emas, bizani oila. Shunaqa intervyularda ko'rib qolamiz. Mana masalan ko'rib qolsam intervyuda haqiqiy ishxonadagi oilani shotga kelib his qilganman. Bu ko'pirtirish emas, kadr uchun emas, rostdan aytaman. Madina Foodda kollektiv oila his qilish mana shu yerda bo'lgan menda. Keyin shu yerda qolib, shu yerda mana ishlab, mazza qilib, xizmatda, oshxonada, garechkada, issiqda, issiq ham bir qiyinchiligi bor. Bir qaraganda qiyin, lekin o'rgansangiz, uni ta'mini tushib olguncha deydi. Ta'mini tushib olgandan keyin u ham qanaqadir yoqimli. O'shani hisobiga ko'proq vaqt shu yerda ishda, xizmatda shu yerda qolib ketdik. Qolganimdan xafa emasman, xursandman, o'z xohishim bilan qolmayman. Oiladek his qilsa, yana boshqa qanaqa davra bo'lishi mumkin, o'zingiz qulay his qiladi. Demak, bu yerdagi Madina Food milliy taomlaridagi muhit oilaviy bo'lib ketgan, ya'ni oilaga o'xshagan qadrdon bo'lib, juda yaqin holatda o'zingiz bemalol his qilasiz. Boshqa sirlaringiz, ishdan tashqari muammolaringizga ham qarashishadi. Ishdan tashqari muammolarga ham o'zini yaqin olib, muammoni hal qilishga harakat qilishadi. Bu yerda oila yana his qilishi yana bir sababi shunaqa joylar bo'lib qoladi. Bizda endi banketlar, boshqa zakazlar katta bo'lib qolsa, kerakli joyda o'zi norinda ayol kishilar ishlaydi. Faqat ayol kishilar ishlaydi norin bo'yicha. Bizdan erkak kishilar o'tib, norin to'rab oladigan joy, to'rashib oladigan joyi bo'ladi. Bizga boshqa oshxonalardan, salatdan, norindan kelib qarashib oladigan joylar bo'lib qoladi. Bir joyda norinda kamroq zakasi, garechkada ko'p zakas bo'lgan payti o'ziga tushunib, o'tib yordam berishadi. Mani ishim emas. Mani o'zini oyligini oldi, oyligidan menga bo'lib bermaydi-ku. Unaqa gap bo'lmaydi. O'sha narsa eng katta sabab oila his qilgan. Ko'p ishxonalarda ko'rganman aka. Men ham xodimlarning o'rtasida yoki rahbar bilan xodimning o'rtasida qanaqa muomala degan holat yuzasidan sani ishing emas, mani ishim, sani ishing emas. Shunaqa aralashma, o'zim qilaman. Holatlar juda ham ko'p. Gapirilsa bu temada gapiriladigan gaplar juda ham ko'p holatda bo'ladi. Hozir aytib berishingiz bo'yicha Madina Food milliy taomlarida hamma yoq oiladek qadrdon bo'lib, jamul-jam bo'lib, o'zimiz tilda ko'cha tilida aytganda poddershka sifatida bir-birini qo'llab-quvvatlab juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Xo'jayinlar o'zini ukasiga gapirayotgandek gaplashadi. Ishchisiga gapirib, uni qil, buni qil. Boshqa ishxonalarda ko'rganman. Boshqa ishxonalarda balki ketishimni, kamroq ishlashim sabab boshqa ishxonada shunaqa bo'lgandi. Xo'jayinlar qanaqadir ozgina mensimagan holatlar bo'lib qoldi. Bu yoqda Islom ukam mamlaqa maslahat bilan uni qilmas, ya'ni ukamdir deb maslahat bilan ish qilishadi, juda yaqin olib.
oqqonani ko'p ko'rgan odamlar. Ya'ni Madina Food deganda Madina Food do'stona milliy taomlar desa ham mubolag'a bo'lmas ekan. Biz olib qaraganda. Xo'jaligi paxta emas. Paxta deb o'ylashi mumkin, xo'jaligi paxta emas. Rostdan ham qiyinchilik ko'rgan odamlar, o'shaning hisobiga odamlarni ajratish yo'q. Ya'ni o'sha xodimni o'rniga bemalol o'zligi tushib, ya'ni o'sha holatiga o'zligi tushib, o'shandan nima chiqarsa bo'laveradigan holat. O'zi his qila oladi, chunki uni his qilish uchun yoshligiga qaytadi. Chunki o'sha holatda ko'rgan odamlar. O'shaning hisobiga yaxshi muomala, xushmuomalali, yaxshi kelishib, shu yerda xizmatda. Mazza. Ha, yaxshi aka. Aka mana bizni shashlikxonaga olib chiqishdi akamiz. Islom aka, shashliklar ko'ryapman. Necha xil turlardan bor aka? 14 xil, 15 xil shashliklarimiz bor. 14-15 xil atrofida. Keyin yana bitta narsaga e'tibor qilaman. Ko'p shunaqa restoranlar shashlikxonasida har xil figurniy bo'ladi. Ya'ni qiymasi ham, burgasi ham, jigar yokida yana qanaqadir o'zini ya'ni shashliklarning o'zini tili bor, shashlikchilarning o'zini tili bor. O'sha holat bo'yicha nimaga bunaqa degan holat tushuntirib bersangiz, xursand podpischilarga ham ma'lumot bo'lib ketardi. Hammaning o'zini stili bo'ladi. Kimdir dumaloqroq, kimdir qirraliroq, kiyinishda ham, ovqatlanishda ham qirraliroq bo'lsa, ishtaha ko'proq ochilishi mumkin. Shunaqa bo'lishiga bir xil bo'lmasligini oldini olish uchun. Shasini eslab qolishiga va bir xillikdan uzoqlashishga qochish uchun shakli har xil bo'ladi. Ya'ni shashliklarning turini eslab qolishga va shashliklarning turini eslab qolib va ularni har xil figura qilishga, ya'ni raznobraziyaga qiziqish. Albatta. Shunaqa. Bu har bir o'zi oshpazni o'zini nimasi, vkusiga qarab ketaveradi, to'g'rimi? O'tkirroqdan qirraliroq ko'rinish, o'ziga mosroq. Shunaqa. Xo'p, endi yana shashlikchilarga yana bitta savolim bor. Shashlikda ham qanaqadir o'zini siri bormi qilishda? Misol, kimdir qattiqroq go'sht yaxshi ko'radi, kimdir yumshoq go'sht yaxshi ko'radi. Lekin aksar odamlar hozir O'zbekistonda yumshoq go'shtni yaxshiroq iste'mol qilishadi. Buning qanaqa sirlari bor buni aka? Marinovkasida qanaqa nimalar bo'ladi? Har bir shashlikchining o'zini siri bo'lgandek, bizda ham shashlikchilarning o'zini siri bor. Bizda asosan o'rtancha qilib tayyorlanadi. Uni pishirayotgan jarayonda qattiqroq qilib pishirsa ham bo'ladi, qorayib kuyib ketmaydi, yumshoqroq pishirsa ham bo'ladi, ichi xom qolmaydi. Shuna o'rta balans ushlashgan holatda manirovka qilinadi. Balans ushalganda demak, har xil mijozlarga ham hamma mijoz o'ylagan holatda birda yoqib ketaveradi hamma shashliklarimiz. Juda ham zo'r holat. Hozir bu yoqda somsaxonani ko'ryapman, u yoqqa olib kirsangiz, chitdi somsaxona. Issiq ekan juda. Aka bu yer somsaxona. Siz turganingizdek tandirda tanqidlandingiz. Opa, o'zingiz ayting, necha xil somsamiz bor? Ular somsalar qanaqa? Qaysi go'shtga? 4 xil bor bizning somsamiz. To'g'ri, anaqa nomlarini ham aytish kerakmi? Qanaqa som? 4 xil somsamiz bor. Qo'y go'shti, tovuq, Mol go'shti bor, kartoshkali bor, keyin tovuqlimiz bor. Keyinlarga mol go'shti, u zakazga yopiladi. Ya'ni zakazga ham sizlar yopib yetkazib berish xizmatlari ham bor. 100 ta kuniga mana shunaqa 200 ta zakaz bo'ladi. Demak 100 ta, 200 ta kuniga yo'q deganda zakaz. Yo'q deganda zakaz yetkazib berishadi, o'zlarining klientlari bor bu holatda. Har bitta tandirimiz hozir qizib turgan holatda, juda ham issiq harorat. Tandirimizda nechtadan sig'adi bitta somsada? Yopilganda nechta yopiladi? 150 ta yopiladi. 150 ta. Kuni bo'yi necha reys bo'ladi shunda? Endi qarang, bugun mana yakshanba kuni tog'oralarimiz ko'proq bo'lib qoladi. Yakshanba kuni tog'oramiz yaxshi bo'lib qoladi. Shu 500 ta, 600 ta, ba'zi paytda undan ham bo'ladi. Oshishi ham mumkin. Demak oshishi ham mumkin. Juda ham zo'r. Hozir mana klientlar ko'pligidan apamiz vaqtlari bo'lmayapti biz bilan gaplashishga. Xo'p. Endi umumiy somsani turi 4 xil, yana bir xil somsa bor, u spes zakaz deydi. Men asosan to'ylarga, boshqa shunaqa joylarga odatda kuniga o'rtacha 500 dan 700 tagacha somsa yopiladi. Zakazlar bilan birga. Zakazlar bilan birga qo'shilgan. Tushunarli. Bu
juda ham katta ko'rsatkich. Aka, to'g'risi eshitib hayron qolyapman. Bunaqa issiqda, bunaqa joylarda ishlash juda ham og'irligini o'zim endi kirib shuni bilyapman, his qilyapman. Apamizga omad tilaymiz. Rahmat sizga ham. O'z sezganingizdek tandir oldida turish o'zi bir o'zi bir masala. Shunaqa san'at asarini yaratishadi. To'g'risini aytgan somsalari yaxshi. Ha. Kelinglar. Boshqa gapimiz yo'q. O'zi misol oshxona temasi bo'lgandan keyin o'zingiz qiziqish qanday paydo bo'lgan aka? O'zimizning kafemiz bor dedingiz. O'zimiz kayfiyat Yoshlikdan qanaqa orzularingiz bor ediki, qanaqa bo'lib qoldingiz? Ya'ni qanaqa orzu qilardingizki, siz o'sha sohani tashlab turib yoki o'sha orzudan voz kechib turib, men oshxona ekan meni ishim deb turib, oshxona sohasiga kirdingiz. umumiy olganda meni fikrim bir narsani ko'p marta takrorlasangiz, uni shunchalik ko'proq tushunishni boshlaysiz, his qilishni boshlaysiz. 12 yil oshxonamiz bo'lganda, men u yerda ishchi bo'lmaganman. Agar qo'pol qilib aytgan tekin tomoq kafe bizaniki, kelaman, xohlagan qozonimni ochaman, ovqatlanaman, ketaman. Ozgina qarash, endi uydagilar juda ham bir betayin bo'lib ketmasin deb oshpazga yordamchiga qo'yishgan. Zakatovkasida yurganman, uni pishirib ko'rganman, tuxum pishirganman, keyin guruch, keyin grechka, keyin sekin qaynatma. Endi oson etaplardan ko'tarishgan. Etap o'riving chiqib borgansiz. Oyim bu soha bo'yicha menga shug'ullanganlar, men ustimda. Umuman qo'lidan hech narsa kelmaydigan odam bo'lib qolmaslik uchun aytsa tuxum pishirishni o'rgan deb sekin oshxona mavzusiga meni qo'shib qo'yganlar. Uni ta'minini tushunib boshlaganimdan keyin o'zimda qiziqish uyg'onib, o'zim xohishim bilan kirib, ovqatlar tayyorlab, keyin bolalar bilan choyxonaga, dachaga, bu yoqqa borishgan paytida bir marta, ikki marta qilib berganman. Bolalar unaqa go'sht yemaganman, unaqa kartoshka yemaganman degan odzivlardan keyin o'zimda o'zi qiziqish yana uyg'onib, kelib o'zim oshxonaga ishga kirib, mana shu yerda ishlayman. Demak, siz ovqat tayyorlashdan ham ko'ra klientlarda bo'lgan munosabatiga juda ham qizg'in tarzda kuzatasiz shu nimani, jarayonni. Kuzataman ham, bu sohaga kirib kelishimga sabab ovqat tanlangan ovqatlarga odziv. Odziv olib kirgan shu soha. Odziv meni olib kirgan. Menimcha soham shu. Kirganman, qilganman, shu tayyorlab odzivlar juda yaxshi bo'lgan. Malades. Men bunaqasini yemaganman. Restoranlarga kirganman, bunaqasini yemaganman. Men o'zimda hayronman. To'xta, bular menimcha aldayapti. Nima deydi? Yana men tekin ishlatishni yetishyapti deb o'yladim. Yeb ko'rganman, o'zimga ham ta'mi yoqyapti. Yana qilib ko'rganman, dachada, bu yoqda yeb ko'rganman. Menimcha meni soham shu. Keyin qolganman shu soham. Hozir yeb ko'rganman, o'zimga yoqadi dedingiz. Ko'pchiligiga misol oshxonada ovqat tayyorlasa, ko'pchilik o'ziga yoqmaydi. Ya'ni hidiga to'yib qolishi bor yoki tayyorlash jarayonida charchab, qorni to'yib qoladi ko'pchilikda. Например, uyda tayyorlasa ham odam o'zi, ayol kishilarimiz uyda tayyorlashsa, shunaqa holatlar ko'p uchratadi. Ko'p ko'rganmiz ya'ni. Sizda qanaqa holat shu? Sizda qanaqa kuzatamiz? Oshpazlarda qanaqa, umumiy oshpazlarda bir xilmi yoki alohidami? Oshpazlarda bu odamzodni o'z organizmiga bog'liq. Ya'ni bu atirchilarda yoki xushbo'ylantiruvchi narsalar, gullar yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, o'sha hidga bitta hid ichida yuradigan odamga to'yadi. Ayni ovqat masalasi bo'yicha u o'zi tayyorlayotgan, ya'ni shashlichilar garechkani ovqatini yaxshi ko'radi, garechkadagilar shashlichini ovqatini yaxshi. Hamma kabida bu hech kim aytilmaydigan sir yoki hech kim ahamiyat berilmaydigan joyi. Shunaqa shashlichilar ovqatda sho'rva, qaynatma, garechkadagilar shashlikni yaxshi ko'radi. Bu odatiy holat, hammada bo'lib turadi. Lekin baribir o'zingiz qilayotgan narsani ta'mini ko'rib turishingiz kerak, nazorat ushlash uchun. Ta'mini ko'rganda tuzi, qanaqa qovurilgan, qanaqa suvi solingan, tuzi, hamma narsasini ta'mini ko'rganda to'yasiz. Shuni o'zi bir porsiya yeganda bo'ladi. Shunaqa oshpazlarda bo'ladigan jarayon. Aka, keyin yana bitta savol kelib qoldi. Ertalab misol uyqudan turgan paytingizda qanaqa motivatsiya sizni bu restoranga sizni nima qiladi, jalb qiladi? Qanaqa motivatsiya bilan turib kelasiz? Motivatsiya bu hayotda hech kim bo'lib yashagandan ko'ra birinchidan erkikligi. Erkak harakatchan bo'lishi kerak. Chunki u bir oilani boshlig'i bo'ladi, ona ishonadi, xotin, opa, singil ishonadi. Erkak kishi yorib chiqishi kerak. Qaysi soha bo'yicha? Men hozir oshpazman.
Demak, oshpazligim bo'yicha men uruvenimni, o'zimni holatimni ko'tarishim kerak. Holatimni ko'tarishim uchun uni his qilishim kerak. His qilganimdan keyin nimadirlarni mix qilib, o'zim uruvenimni ko'tarsam bo'ladi. Uning uchun o'sha narsani ko'p marta qilishim kerak. Ya'ni turaman, hozir meni qisqacha maqsadimga yetkazadigan qisqacha qadam ishxonaga borib ovqat qilishim kerak. Odamlarni yuragini zabt etish kerak. Hamma odamlarga qanaqa bo'lyapti? Hozirgi zamon issiq havoda qanaqa ketadi, qaysi ovqat ketadi, qanaqa tuzi, suyuqroq, quyuqroq, o'shani nazorat ushlash uchun har kun o'zimni rivojlantirish eng katta maqsad. O'zimni rivojlantirishimga odamlarning bahosi yordam beradi. Odamlarning bahosi uchun ertalab kelib ishni boshidan oxirigacha kuzatuvda bo'lishim kerak. Kuzatuvda bo'lishingiz kerak. O'zimni chekkadan qarab. Yaxshi. Eshitib, to'g'risi hayron qolyapman, chunki oshpazlarga ham o'ziga yarasha qanaqadir bir tarixi, o'ziga yarasha bo'lib o'tgan boshidan kechirgan kunlari ham bo'lar ekan. Sizdan eshitib turibman, misol ichkarida ham kadrdan tashqari holatda ko'p gaplashdik bu narsalarni. To'g'risi hammasini eshitib men hayron qolyapman. Men o'ylardim, ya'ni meni fikrlash doiram oshpazga qaraganda ancha tor oshxonaga nisbatan. Men o'ylardimki, oshpaz o'zini vazifasi majbur shuni qilishga, hamma yoq ideal bo'lishiga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni sizgacha kelib turgan holatimni men o'ylar edim shu narsani. Hozir siz gapirib berdingiz, shu kadrdan tashqari holatda ham, hozirgi holatda ham gapirib beryapsiz. Oshxonachi o'zi, oshpaz odam qanaqa holatlardan o'tishi, qanaqa etaplardan o'tishi, buni eshitib to'g'risi men hayron qoldim. Sizni shubhangiz bu bor gap. Hozir ham ishlaydi. Ana majburlikdan turib pul uchun u narsa bo'ladi qatta. Yaxshi ko'rmagan, o'zingizni noqulay his qiladigan ishxonalarda. Aytganimdaki boshqa ishxonadan bo'shashimning ham sababi shu. Bu yerda ko'proq vaqtdan beri ishlashimning sababi bemalol his qilaman. Xo'jayinlar bir nimadir yengilliklar kiritaman desangiz, mamlaqa u holatingizni tushuntirsangiz, yo'q deyishmaydi. Fan tilida esimda yo'q, yangi tajribaga qarshilik bildirishmaydi. Sizga erkinligingizga ruxsat berishadi. Yangilikka yo'l ochiq har doim. Yo'l ochiq, ruxsat berishadi, ham sharoit qilib berishadi. Bu ishxonada majburlikdan kelishishi ilojisi yo'q. Siz o'zingizni rivojlantirish uchun majbur kelishingiz mumkin. Ana pul uchun, ana xohlamagan holatda degan holat uchun emas. Yaxshi ko'rganingizdan, mehringiz oshgandan kelishingiz mumkin. Sizni demak bu nima restoranimiz, ya'ni bu dargohimiz deymizmi, o'ziga tortadi, ya'ni shu maqsadlari, hokazolar. Uyimda dam olib o'tirganimdan ko'ra, oylik yozilmasa ham kelib shu o'tirganim yaxshi. Dam olgan kuni mana har bir ishga ahamiyat beraman. Dam oladi. Dam olgan kuni ham kelib ketadi ishxonaga. Dam oladi, dam olgan kuni kelib ketadi. Kalla egalaringizdan. Yo'q, ishxonadagi hamkasblar, Madina Fooddagilar o'zi dam oladi. Men ham uyim 4-5 astona kun naryoqda, lekin kelaman, bilmayman. Kelib so'rashib, bir piyola choy ichib, xola-xol yaxshimi ishxona qanaqa? Yaxshimisilar bo'ladi. Ha, chetdaman. Yarim soat, 1 soat o'tirib ketaman. Hammada shunaqa kuzataman. Menimcha bilmadim-ku, boshqalarni men o'zim tushuntirib bera olmayman bu holatni. Haqiqiy nimadir tushuntirib berishga harakat qildim. Lekin ichimdagini 100% darajada tushuntirib bera olmadimmi? Tortadi. Tortadi. Ha, aka, ancha ozgina mazmun bo'lgan bo'lsa ham, lekin katta ma'noga ega gaplar gapirdingiz aka, to'g'risi. Ya'ni bu bitta milliy taom emas. Ya'ni Madina Food milliy taomlaridagi oshxonadagi bo'lgan bir oshpaz sifatida hozir gapirdingiz. Bunaqa restoranlardan qancha O'zbekistonda? Qanchadan qancha oshpazlar bor, misol uchun. Ularda hayoti ham hozir menga qiziq bo'lib qoldi. Endi menga qiziq bo'ldi. Qanday bu sohaga kirib kelgan jarayon menga qiziq bo'lib qoldi, to'g'risi. Xo'p, aka, bir kunda nechta non yopiladi, nechta non chiqadi aka? Bir kundan 300 ta 400 ta yopamiz. Endi sodiga qarab, yobiga qarab, kreditga qarab shunday yopiladi. 300 ta 400 ta non, ya'ni kulcha nonimiz klientlarga taqdim etiladi. Ha, shunday. Shunaqa. Hozir
hozirgi holatda pechda oldiramiz. Bu kulcha chiqish jarayonini intizorlik bilan kutib turibmiz hozir. Ha. Mana hozir videoga olsam ham bo'ladi. Mana Hozir mana chiqib qoldi. bo'lsangiz videosini ko'rsatamiz. Hozir mana bitta ochib ko'rsatib berasizmi? Hozir mana ajoyib tarzda mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Bu firmenning o'zi Madina Food'ning o'zini kulchasi, to'g'rimi? Hozir ko'ryapman juda ham xavfli qo'lingizga persepka taqib ish qilyapsiz. Kuyish holatlari bo'ladimi? Qancha bo'ladi bir kunda? Kamdan kam bo'ladi. Juda ham zo'r holatda mana buni hidi juda ham ishtahani ochadigan tarzda turibdi. Juda ham chiroyli. U sirazu chiqqandan keyin tahlov jarayonlari bilan bo'lar ekan. Bu nonni bitta aybi bor faqat. Uni yegan odam dietani unutadi. Dietani unutib qo'yadi. Non stura olmaydi-da. Ha. Boshqa novvoyxonalarda odatda nechta non chiqadi kuniga? Chiqsa kerak boshqa novvoyxonalarda bir 3-4 tanda qilsa kerak. Mingta nonni nechta odam yopib chiqaradi odatda? Novvoyxonadan meni fikrimcha 3-4 odam bo'lsa kerak. 3-4 odam chunki 5-6 ta nonni bitta o'zlari chiqaradi. Ko'rinishlarida o'zi kelganlarida 35 kilo edilar. shu nonni hisobiga mana bu hisoblar. Bitta o'zlari chiqaradilar. Qoyil. Nonni urushmaydi buni. Xamir ham qo'lda qilinadi. Yushlari ham qolipsiz ishlaymiz-da. Pichoqda. Hammasi ruchnoy. An'anaviy tarzda. An'anaviy tarzda. Mehr bilan. Mehr bilan albatta mehr kerak har bir şey. Qoyil. Ta'mi haqiqatdan bomba. Ta'mi haqiqatdan bomba. Bir xil vaqt klientlarni guvoh bo'laman o'zim ham. Madina Food'dan hech narsa sotib olmaydi. Nonni o'ziga keladi. Ha, imенно non uchun kelib xarid qilib ketishadi. Nonniga rostdan bomba. Kelishi rostdan maslahat beraman, yeb ko'ringlar. Tavsiya qilaman nonlarni. Kelaverasiz desak, Madina Food'ga qattiq. Akamiz kutib oladilar. Bitta o'zlari kuniga 600-700 ta nonni ko'rdim deb o'ylashibdi. Rahmat sizga ham, ishingizga omad. Charchamang. Rahmat. Hozir mana klientimizdan 10 ta ko'za sho'rvaga zakaz tushgan. Hozir tortirish jarayoni va klientgacha yetib boradigan jarayonini ko'rsatamiz. Hozir mana ko'rishlaring mumkin. 10 ta ko'za sho'rvani solishyapti. Endi keyingi jarayon xodimlarimizni olib borib berish jarayonlarini va klientga taqdim qilish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Hozir mana ko'za sho'rvamizni yetkazib berish jarayonini qiziq bu holat ko'pchilikga. Xodimamiz olib yetkazib borishyapti. Kelib shu tarzda solinadi, qo'yiladi va alohida kosalarga solib, suzilib mijozimizga, ya'ni tashrif buyurgan mijozlarimizga tortiladi. Islom aka, hozir ko'ryapman ko'pchilikda, ya'ni ko'pchilik restoranda o'zim ko'za sho'rva zakaz qilgan paytimda ko'zasini o'zi bilan olib kelib qo'yishadi. Hozir shu holatga men e'tibor qilib qoldim. Ko'zasini o'zini olib kelib qo'yishadi. Unga alohida kosa so'rashingiz kerak yoki nimadir, yana qanaqadir noqulayliklar bo'lishi mumkin. Lekin hozir e'tibor beryapman, o'zligi suzib, solib olib borib berishyapti. Ahmad bergan bo'lsangiz ko'zini oldida jarayon, o'sha jarayon bo'ladi. Mijozlarimiz ko'zini oldida. Sababi aynan ko'za sho'rva ko'zida tayyorlanganligini bilish uchun. Boshqa kayfiylarda kosa olib bormasligi kamchiligi deb hisoblayman. Biz kosa olib borishimiz bu odatiy holat, maqtanadigan narsa emas deb o'ylayman. Demak, klientni o'zi ko'rib turishligi uchun haqiqatda bu ko'za sho'rva oldida suzilib, olib borib mijozga taqdim etiladi. Qoyil. Ko'za sho'rvalarimiz bilan tayyorlanishi. Ko'za sho'rvalarimiz suzishyapti. Alohida zelenlar bilan ko'p holatda zelen tortilmaydi. Ko'p joyda ko'rganman, lekin o'zim zelenni yaxshi ko'raman. Shu holati juda ham yoqdi. Ko'za sho'rva bo'lgani uchun tez singadigan ovqat. Suyuqli, ko'kat bo'lsa yana ham yaxshi foydasi
organizmga ko'proq. Ta'm hidini ham ancha ochadi. Albatta, hidini ham ancha ochadi va foyda taraflama ham yaxshiroq. Maslahat beraman, o'zi aslida hamma ovqatlarni salat bilan yeyishni. Salat bilan yeyish. Bu to'g'ri bo'ladi. U meditsinskiy taraflama qaraganda aslida salatni birinchi yeb, keyin ovqat yesa ham bo'ladi. Aralashtirib yesa ham bo'ladi. Faqat ovqatdan keyin yemaslik bu alohida fakt. Alohida oshpazimizdan alohida nima deydi? Maslahat deymizmi yoki fakt deymizmi? Amal qilish kerak. To'g'ri ovqatlanish tartibi. To'g'ri ovqatlanish tartibi. Oshpazimizdan to'g'ri ovqatlanish tartibi. Mana hozir qiziq kechyapti, qiziq jarayonda hozir tortilishlar. Ishimiz avjida. Ish avjida, ish yonayotib to'ppa-to'g'ri. Mana hozir qozon, hozir mana ko'za sho'rvamiz klientlarga tortirish jarayoni. Hozir mana bezovta qildi, yozgina bo'lsa ham. Bu alohida banketli zalimiz hisoblanar ekan. Yoqimli ishtaha sizlarga. Rahmat. Xo'p. Yosh katta hojona, hoji otalarimiz o'tirishibdi ekan. Bu alohida banketli zal ham bor ekan Madina Foodda. Milliy taomlarimizda alohida banketli zallarimiz ham bor ekan. Shu banketli zal asosan ikkinchi qavat asosan banket o'tirishlar shunga asoslangan. Obed qilgani, yengil ovqatlanib ketgani 2-3 ta sherik bilan asosan birinchi darajamizda ishlaydi. Ikkinchi darajamizda ham o'tirsa bo'ladi. Ikkinchi daraj asosan banket, bayram, tug'ilgan kun shunaqa narsalarni nishonlashga asoslangan. Hozir bu xonalarimiz bor ekan. Bu asosan katta banketli zallar uchun ekan. 25 ta odam sig'maydi. Qolgan 2 ta 12 taliklardan iborat ekan. 12 ta odamga moslashtirilgan, 15 ta, 16 taga, 18 tagacha odam sig'ishi mumkin. 12 ta odam bemalol o'tiradigan qilib moslashtirilgan. Qolgan xonalarimizga kirganlar hozir imkonimiz yo'q. Hamma xonalarimizda Xonalar zanit, band kirish mumkin emas. 3-banket 25 talik odamli banketli zalimizda mijozlarimiz yo'q deyishmadi. Syomkamizga o'shanga kirdik. Qolganlariga ozgina uzrlik. Rahmat, salomat bo'linglar. Har bir odamning o'zining tarixi bor. Menga ma'qul kelmagan ishxonalar xarakteri taraflama, xohish, istek taraflama boshqa odamlarga boshqa kayfiyatlar to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Bizning suhbatimizdan ko'ra ancha-muncha qiziqroq suhbat berishlari mumkin, ancha-muncha qiziqroq xotira bo'lgan bo'lishi mumkin. Ularda kirib kelish yo'li. Endi muhimi hozir bu yerda men xursand bo'lib turganim siz bilan meni o'rtamizdagi samimiy gaplashib o'tirish. Samimiy muomala qilib turgangiz odam tushunadi. O'sha narsani tushunyapman men. Kadr ortidagilar ham bemalol tushunib o'tirishdi deb o'ylayman. Albatta men bu suhbatimizdan keyin nasib hamma videolaringizni ko'rib chiqaman. Chunki menga qiziq. Bizning kafemiz ham, boshqa kafelarda O'zbekiston sharoitida qanaqa, oshxona mavzusi, boshqa mavzular qanaqa, odamlarning hayoti qanaqa ketyapti. Ichiga chunki siz kelib so'rayapsiz, shu yerda 10 yil ishlab turib ham hech kim balki bir marta ham bo'lmas, mana shunaqa o'tirgan holatda qanaqa kirib kelgansan? Nima bo'lgan? Aynan siz bergan savollarning tartibi bo'yicha, ketma-ketligi bo'yicha balki savol berilmas. Bu qiziq savollar odam ichida xohlagan, lekin aytiladigan joyi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ichkari jarayonda shunaqa. Ichkari, ha. Mana siz so'radingiz, endi boshqalarnikidan kuzataman, nasib. Bu tomoshabin sifatida ham, hozir ishtirokchi deydimi, ishtirok etgan odam sifatida ham menga qiziq sizning kanalingiz. Nasib hamma videolaringizni ko'rib chiqaman. Xudo xolasa aka. Keyin aka hozir bu intervyuyimiz nihoyasiga yetib boryapti deb o'ylayman. Bitta savol beraman, ya'ni qanaqa savol deydigan bo'lsangiz, muxlislarga ham qiziq bo'ladigan, menga ham qiziq bo'ladigan savol shu oshpazlikdagi sizni yoqtirgan yokida siz aytishni istagan boshqa tomoshabinlarga, boshqa oshpazlarga, uydagilarga, hokazo insonlarga 3 ta fishkangiz. Sizni qiladigan har doim 3 ta fishkangiz. Oshpaz sifatida. Yokida Islombek sifatida. Menga eng katta o'zimga o'zim talabim, o'zimga o'zim qo'ygan chegaram
ovqat shirin chiqishi mayli. Shirin chiqishi u odatda hamma harakat qiladi shirin yaxshi chiqishiga. Mani fichkam chiroyli, go'zal ko'ringanda o'zi ishtaha, o'zi bir qoshiq olsa buzilib ketadi u holat. Lekin o'sha bir qoshiq uchun bir qoshiq 1 sekund olinsa, o'shani bir 2 minut ustida ishlashga erinmayman. Chiroyli va ishtaha bilan ochilishiga, ishtaha bilan o'sha ovqat buzilsa ham, nima ovqat bo'lishidan qat'iy nazar, chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Ya'ni sifat birinchi o'rinda deb bilasiz. Sifat birinchi o'rin. Sifatga ta'kidga ahamiyat beriladi. Sifat bo'lgani uchun o'zi klientlar keladi. Alohida stolda ovqatlanib ketgan klientlar ham kelib, "Aka, ana ovqat kim qildi? Aka, rahmat, qo'lingiz dard ko'rmasin." Shunaqa vaziyatlarga ham bo'ladi. Sifatga gap bo'lishi mumkin emas. O'zimga yoqadi. Men o'zim uchun baholashim zo'r. Men aynan o'zimniki boshqa sheriklarimdan ko'ra chiroyli qilib, ishtahali qilib, har bir piyoz, go'sht qaysi holatda, bir-biriga xalaqit bermagan holatda, yog'i, suvga aralashib ketmagan holatda qilib berish. Ya'ni melki detallarga Ha. e'tibor berish. Shunaqa. O'shanda odam o'sadi deb o'ylayman. O'zim o'stirishga harakat mana shu joydan boshlanadi. Shunaqa. Ha, endi juda ham xursand bo'ldim to'g'risi siz bilan tanishganimdan. Yana bir o'zimga tanishuv chegaramdan yana bir odam chegaramga qo'shilganidan juda ham xursand bo'ldim to'g'risi aka. Va kirib oshxonalarni bemalol ko'rsatib, ochiqchasiga hamma yoqda gapirib, tushuntirib, hokazo ishlar biz uchun bunaqa joylarni yaratib tashkillashtirganingiz uchun kattakon rahmat sizga ham. Uzfaktor jamoasi rahmat. Uzfaktor jamoasi sizdan minnatdor bo'ldik. Endi muxlislarimizga, podpischalarimizga va kelajakda bo'lgan podpisatsiya qilish kerak bo'lgan odamlar uchun gapirishingiz, xalqimizga murojaat deysizmi, xalqimizga taklif deysizmi? Qanaqa gapingiz bo'lsa bemalol aka kameraga qarab gapirib olishingiz mumkin. Uzfaktor jamoasi umumiy olganda kadrdan tashqari holatda ham, kadrda ham juda ham samimiy. Kuzatishlarni maslahat beraman. Siz aytganingizdagi shaffoflik, ichkarilarni ko'rsatdingiz, shunaqa. Bu faqat siz emas. Kelgan klientlarimiz ham kelib oynadan yopilgan ovqat qilinish jarayoni qanaqaligi umumiy salatmi, norinmi, ovqat hammasini ko'rsatib bo'ladi. Ko'rdingiz. Bu holatni ochib berganingiz uchun avvalambor siz jamoangizga sizga rahmat. Muhammad Tohir aka sizga rahmat. Ko'rishinglarni, obuna bo'lishinglarni maslahat beraman. Odam sifatida bu yerda intervyu bergan oshpaz sifatida emas, odam sifatida akalar dushevniy deydimi, birani jaydari, odamni tushunadigan, oq-qorani va ko'p ko'rgan akalar. Menimcha bu akalardan yomonlik chiqmaydi. Bu akalarni poddержка qilish boshqa bir bachkana videolarni ko'rgandan ko'ra ancha yaxshi. Obuna bo'lib qo'yamiz. Rahmat sizga ham. Aka, mahittolarimiz bor, bir hamma ichkarini ko'rsatdim. Bizda o'zimizni marojnimiz ham bor. Mana mahitto shu yerda qilingan. Bu marojnimizdan bir tatib ko'ramiz. Mahitto zo'r ekan lekin aka. Mahittolarimizga men rostdan o'zim yoqadi, maqtash emas. Marojnimizni ham yuring, ta'mini ko'ramiz bitta. Bahosini o'zingiz berasiz. Madina Food milliy taomlar oilasiga qo'shiladigan Ocean Sushini ham sizlarga ko'rsatib ketamiz. Mana hozir ishlash jarayonidamiz. Ocean Sushi, ya'ni o'sha milliy taom tarkibiga kiradigan. Mana hozir akamizdan so'rayapmiz. Aka hozir qanaqa rol tayyorlayapsiz bu? Qanaqa rol aka sushini? Hozir bu zapchonni ko'rinni. Zapichonni ko'rinni rol. Necha xil assortiment bor примерно? 30-40 xil bor. 30-40 xil bor. Hozir mana shu rollingiz примерно necha minutda tayyor bo'ladi? Bir rolimiz uzoq 5 minut. Uzoq 5 minut atrofida tayyor bo'ladi. Mana hozir ko'ryapmiz, akalarimiz qizg'in ish jarayonidalar. Hozir ular bezovta qilingan holatda.
UzFactor loyihasining birinchi katta loyihasi. Ya'ni proyekti Madina Food milliy taomlari o'z nihoyasiga yetdi. Oshxonasi bilan tanishdik va hokazo ovqatlar qanday tayyorlanishi va klientga qanday yetib borishi, ya'ni mijozlarga qanday holatda yetib borishi va o'zining oshpazi bilan alohida bir intervyu oldik. Umid qilamanki sizlarga yoqqan bu degan umiddamiz. Bizga kanal rivoji uchun podpisatsiya bo'ling va aytgancha kimda kim, ya'ni yana ham katta korxonalar, yana ham katta ishlab chiqarish qiziq bo'ladigan bo'lsa, ularni kommentariyaga yozib qoldiring. Biz sizlarni albatta kutib qolamiz.